Can. Qıqaşının tayınıq çarçaplı gitip barmadıysa. Can. Çatak çıktı Tullahan. Çatak çıktı. Ha, ne oldu? Ma 15 gün bulap da koğun dükkandan ma kirmi saatida 350 koyunun üstüge öteş yok. Ma dükkanın soğudu çıkıp verip de ma çatak çıktı. Hemmemiz ma dükkanı kelip ağam ki şoň dükkanın soğudu bulmadı da. Mında ma dükkanın kelişlik sebep ma dükkan yiyen emas ma. Şoň ma dükkanda hemmemiz tusa xeridan köndüremiz mi geldik a dükkanga yaxşı qaylymsa qo'ymapti. Onun üstüge men ma tayirni a dükkanga yaxşı qayla dep ne çıktım dep tapalap apasam. Bu nemiş qıp jürdi eken. Vay şu litip aş tayirning gepini bir qılay degen sizge. Bu tayir tağaq degende aşkisiga ustuma qıp qo'ysaq, ustumaligini qilmay, bessilip hemmish qıp qo'yit dep qıqaşning tayiniq jürüyde salam tağaq. Bundama tullap ketmän. O bala öze kichik. Amda yunak pişip qo'yganman kalla addiy choq aylan. Ha, jamiyat ko'nbigan hamda. O pişip qala, lekin mening xapoga yaram qaylan. Ma tusun to'shaydigan bola xeli bir usta, bir satrashgan deb olsak. Bu balami bu vitlis oyoqqa, ma vitlis faqat maydoni yo'q bola ekan cho'ba. Bu tusun to'shay nimaga olgan bo'g'oydiq? Litip, Urayim bilan G'o'poshkisga mishinchilik munavvamit deyman. Ya, ama bu balma özüme yugash bola ekan, ma ipijipini tushunib olmadim. Mandalam qillar qaylan. O'tiring. Aytidan boshlab, ma atigine dükkanı men baray, tushdinkine siz beramiz tabi olmuş yap dükkanı to'liq muqim berib o'zimiz qaylaylar. Ashta qilaylik. Ikki dükkanni ikkimiz miqdek tumisaq ma so'damay, aram bir japatat bir dükkanni ikki qilsaq bu taqilib qilib oshqanmayli litipamdi. Atogam dükkanı jaran qilg'ash chiqmisan, ma bak qusqam ko'p tujma bo'lgan menan voy. Dükkan baş qo'ymoqning tasligi, ochmoqning tasligi, ey. Shuni danga. İşkanla cıngmamdak ve oltib tutibsiz ya. Qanda ba oldigan o'rib xo'shan qaylandirib qo'yamsan? Ha, bozma ishqisdan bir bisimiz muna yutib o'tiramdiqma dükkanning ichida. Ya. Bunda tutuydigan pot bunda bo'yam pachaq barmi? Voy yaq aka. Yama çayliq oltib tutgansizlar pastga oshxona qilib tushib ve qasqani sap qo'yam kelgan. Chaq aka chaq. Ay bileminim deydi qulog'imdan. Voy bilaman. Nakalam yega. Men degan ishni o'rinlashtiriqmi? Ha, o ishni o'rlashtirib kesmir qilyaptim. Tusundoshga qoldi, men yenib keldim. Sen nemish qiynib kelding? Ma ikkimiz ma dükkanı bo'lganlik sen a dükkanı bir yerim kun ishlasang yomoni ketamda? Ha? Ya şu siz Tusundoshga o'rlashtirib yenib kel debdingiz, yenib keldi. Yenib keldingizlar, yenib kelgan sen bir shamal burg'umasan, ha? Sen bir keldi ketdimasan. Shoyimni ne buyurdi deb berib deydiganni deyib yenib kelgan. Jaka açmasan. Shuni deyman, biz ishqisiga seni ustuma qilib tug'izgan dükanda. Voy bu qiziq gap bo'ldi, yenib keldi debdim, yenib keldi sanglim, yenib kelsam xatom hamda. Böyle tushukcha yani bir qisib turversang yomon ketamda, ha? Pul topsak tanqishlarimiz atgan. Shu qisib turib degan bo'lsa, men ko'zimga bir sat ko'rinma, menga dükkan berib tushuk ishlab soatga 2 kilo bilan keladi. qiziq gap bo'ldi. Narchiq bo'ldim, men usta yenib kelsam xato deb. Voy. Yaxshi, esamchi salomat bo'ling. Unoq kelibdi. Mana mehmonning cho'ngi kelibdi. Ha, men degan tijoratmishdan o'xshaydigan bo'laman. Voy bo'ylab qisib o'ynab naqsh etadigan bolam shu. Qanday chechenga yasab qo'yamdiq? Nima ish qilsa bugan? Ha? O bu gapni qilmaydi bu. Voy balam tez bo'linglar, shashni tezroq yasanglar. Vaqt bek qiz, bek oldiramiz bizlar gongoba ishlaydigan. Men o'tirayman. Ha, men balamning chechincha bir chiroq yasab qo'yinglar, ele bir tatadigan gongoba deb ulgamsak bo'lmaydi. Vaqt bek qarab turmay bo'ling-a. Ha, ma'qul. Tayirjanmish, o'rimchilgi ballar satrashlarini oldi, o'zi yasaydi. Xotirjam bo'ling, yaxshi yasaydi. Bu gongo sutning gongosi dedan. Ha, sutning gongosimi? Sutni? Ha. Bola ammigan mak. Ishingizni bir qiling-a. Bunda balama bu. Ya o emish bilan sutning nima munosabati? Ma bala gongo usta o'ynab chiqdi akcha. Ha, usta o'ynab chiqdi. Iloniga ham da usta o'ynab chiqdi ma bala. Ha, emish bilan Ha, bir chiroyli zavshingda bir. Ha, zavshi. Qo'ysangli bo'ldi ya. Bunda qilaylik qara. Bu chashning mama yerini sal ko'p turib, ma oldini mayoqqa tarab, elaqa gobyo deydigan usul o'ynaydigan balalar aytdilar qo'ysalar. Bek yuqori bo'lgan ekan, menga o'xshash. Bu balangiz rasmiy cho'lpan yo'q, ama balangiz. Ha, menga o'xshashlar. Voy. Sizmi cho'lpan? Voy. Ko'rganmi? Voy jon, voy mening ismim Cho'lpan. Ey, tanishqanman endi. Bizning kichigimizdan talab san'atchi bo'lish orzuyimiz bor, endi yetmagan ota-onalarimiz bizni tarbiyalayapti-ku. Endi biz bolamizni o'simishdan tarbiyalab, o'zimiz yetmagan orzu armonlarga yetkazib qo'yaylik dedik. To'g'ri. Japakesh ana ekanman. Undan sonra biz kichik vaqtimizda sharoit undan yaxshi emasda, undan ustiga qalam. Ma inimga men ras kuyman. Ma seni mashina haydab chiqdi emasmi bu? Ha, yo'q, mashinasi bor. Ishkirning nini sanlar qatnashib yaman
bu yaman terbiyelep sözüme abi Canım balını. balam bu balam Bugün- şu terbiyeleş için Ya. az küçük kalmadık. Ma çaşını gaş yasıydı. Ma bugün ma sütün ilanını çıkıversen aram. Ya golgağı çıkan gün bardan kursu var. Şun pek vaktin pek intayın tez tutmasa. Yanı dersi var mı bana? Dersi baylı Bu bardan. yada bugün şembe o. Şembe Abi şembe günü mü ders okan? ders okuydu kursu baylı bardan. Mında desenle ben isim sap koydum lan yanım bolsa ama Flight kaçtı yok mu? balamның bir ders kıvati balamı anlığaş bir ha. Düşenbi, seyşembi, çarşembi, peyşembi, cüme günleri mektep ötülgen derslerini güçtün sırıt. Düşenbi geçte 2 saat usul kursu okuydu. Seyşembi dövlet dili, çarşembi İngiliz dili, peyşembi piyanino, cüme günü... Balanı bek çarçap ketmesin de balitsini bakıp edim karanlığı. Va ma bala. Vay tek çarjap ketmesin de balet. Oya, Bu sen balı. yaxşı görmədiniz mi? He baleti siz yaxşı görürsünüz. Şu onu balımız oynatıyor da. Oya. Ama öyle böyle. Ha boldu ki. Canım balam, şembe düştüm burun. 2 saat nakış kursuda, keyinki 2 saat matematik kursuda, düştün keyin gitar kursu tizmitip koydum yana. Düştün keyin 2 saat balının güzellik karşısında kichigiden başlap yetildirish uchun rasm sizish kursu tizmitip koydum qolgan baleti yana davomli o'rlashtirman qo'y taqi. Yakshanba kuni tushdim burun bag'ishlarga apirib buni keyin o'rlashtirsak bo'ldi. Keyingi haftada shanba kuni balamning naqshining e'lon qilish faoliyati bilan bo'ldi. Buni sizlar Qatnashmış. Yakshanba kuni tushdim burun bir shirkatning tushdim keyin yana bir shirkatning mahsulot e'lon qilish faoliyatida o'g'limning naqsh etib usul o'ynaydiganga to'xtamlashdiganga deyishib qo'ydik. Undan keyingi haftalarda yana ahvol qaraymiz taqi. Mush Voy kelar haftada yana bir yangi naqsh e'lon qildim. mush ishning hammani Abi şu balam qildi. Amma acha siz ma qobiliyatinizni bir boshlang'ich maktab shu jamoat qilgan bo'lsangiz balalarning hamsi qilib baldırlıq qaytib qoldi-ki. Ha, aziyat. boshlang'ich Ayak. agar men bizning Hushaynak ishlab qolgan bo'lsa vojon uylab ketarkanman. Hay. Voy şularni tezroq yozsam. Ha. Adam bu şey etki vakti demiş bana. Yatmaydi 8. günü var da bizning planimizda. To'xtav sen. Oy. 8 deydi. Güzel. Qur'at dedi 7 kunli bormi? 8. Seyron qoldi kishma, kunduz soat javob qilamiz shu. Ma bola. Quloq aka silim uyga tushmam abaldan. Ay bu singlimizga to'y qilib boqmaga o'xshaydi, balasi yo'q o'xshaydi, bizning hissiyatimizni tushunmaydi. Ma bola deganki biz yo'lboshchi bo'lamiz, sharoitimizni yaratib beramiz. Shuningga bu yosh bola hozir tushunmaydi. Balasi bo'lgan tushidi bunda hissiyat. To'g'ri. Ma chashma putayda qol. Lekin acha qilgan ma balangiz bak amroqchiman. Men julab qolsa balni bo'lsa rayi qo'yib turib shunam ya. Uni kimda bir haftaning bir arliqlar o'ynolib qo'yib qarama balangizning chiroyi kulki degan narsa asab qolmoqda. Ortiq chiqarlashmaymiz qarang. Rama balamni men ma'qulga keltirib ekansan, nima ish qilasiz? Ya yaxshi bo'lsin da. Shu biz siz uchun da'vatimiz ham bu. Ha bu chashasma degan bir metalda bu. Ya az qoldi. Chiroyli bo'ldi endi. Voy üstüne mi yakka? Bu nima ish qildi bu chashni? Militchi bu chash. Yo'q, qurmadi acha kursi shunda shoya olib ketdi. Ay boldular bu balam boshqa vaqt Ya, istirapmay ya, hadi to'xtab turing. Bizlar ha qag'aq bek yaxshi yasaydi balamni chechini. Manda gap qarang hadi. Endi men rost to'y qilib baxmagan, balammi yo'q. Bola tarbiyalashga qartam endi hech qanday tushunchim yo'qdan hadi. Lekin ma balangizni rost bek oshirib etiblar. Tuni qog'idek yerimi qolmabdi hadi. Qarang. Bu o'zimning ishidan. Men ana bo'lish sifatim bilan mening hozirlashib tegish sharoitim o'shunchalik siz uni tushunmaysiz qarang. Men atrofda satirishxona behjiq kentuq masalan yaxshi yasam kelib niya kirsam, mening vaqtim bekor sirab bo'ldi hozir. Aktiva bo'ldi balam. Son chiqib qoldi. Voy. Bo'lay balam, jinim balam tez bo'l vaqt. Nima bo'ldi? Voy bu satirashxona emas, kim satirashxonami bu? Yo'q aka ishim qilmadi. Voy bu Ha men. sen neliqe Ha top. Yo'q, unda qilmadim. Ya mam. Ha, Ma'lum chechim yana bir narsa qiladigan man. Yo'q. Ha? Ya. Yana bir nima Ya qiladigan man. xapama bunda bak qaylam siz davom Nima bo'ldi? Ay balamning chechin chiroyli yasib qo'yay deb kirsam, bir muncha dars so'zlab, men hikoya so'zlab paylasoflik qilmadim. Ya unda emas. Asli bunda. Ya jim o'tirib tur men tushundiray aka. Davomli men tushundirman qo'y ishni. Bunda ma acha ma balni aka tikkan. Unisi ma balaga biz ma amroqcha ma cho'lpan deb ko'rib ma hayajonlanib qolib undan keyin miyaga o'l tag'izdi bu balni. Onka chechin chiroyli yasab qo'yganlarga e'longa chiqdi deganda biz chechin yasab olsak vaqtimni yo'qotdim deb adimsa qaqshab qoldi. Shu e'longa chiqdi deganda. E'longa chiqdi. Biz e'longa chiqirma deb aytganinglar Ha men. bir sutda e'longa chiqdi ekan bir qali bilan birga chiqdi. Ha, qalalan dedim osh qilib. Ma balacho degan e'longa chiqmaydi. Men bilan nansang o'yniga chiqadi. Tushunding bilan? Ha? Ye, nasang chiqqan bo'ldi.
kaldı. Bu balım nezarga çıkasız elan men çıkam deme. Chiqiyver. Ha? Tushunmaydi. Siz chiqsangiz mushta. Aralashma akam siz chiqar. Nima jinimni chiqirdi. Xapaman acha. Siz balım mushunda ko'ngil bilamsiz? Voy, sen bek ko'ngil bilsa, balaga bek ko'ngil bilsa. Men ko'ngil bulayotqa ishlamau. Dushanba at degan sayadan yana bir dushanba at degan sayagacha to'xtamay balani acha to'xtamay buni yigitib o'kirus o'chana qish o'chib hamma bekor qo'ymaysan aytdi adirib ham taran qiz bek ko'ngil bilgan o'shniki. Xapaman. Ey, oldin qaptivaga qara, oldin shanba kuni sen naqsh darsidan chiqqan vaqt sen bala. Baba yana chiqib yeymi keldi. Sen ma'lumga bir narsa deb turgan vaqtingda qo'shamat qilib, bala men gaqilib ich-ichini buqilab yig'lab ketdi uqdingmi? Faqat kirgiz yo'q-ya ayaga. O'ylab baqay bu kichkina bola 10 yosh endi kirmagan bola dedi. 10 yosh kirmagan bola mushuncha bola qilib dushanbadan juma kuni kechgacha to'xtamay dars kun 8 soat dars o'qiydi. Darsni tugasa uyga kirdi. Uyga kirgandan keyin sen qop do'stqani tizib olsa, bolam aqazlaman dab, matematika man dab o deb dars yutdi. Onun qag'ini shanba ko'zi berib ozadi qo'ysam hamda o'zi o'ynab qo'ysam hamda o'zi qiziqadigan narsa qilib qo'ysam hamda Men shu balık yaxshi bo'lsin deb qilyapman bu ishlarni. To'g'ri, sen balık yaxshi bo'lsin deb qilsa, lekin bu balık o'zi yaxshi ko'rdigan ishni qilmamda. Mana o'zida bor talant, o'zi yaxshi ko'rdigan narsa qildi. Naqsh etishni yaxshi ko'rdi, naqsh etdi, mana qilib chiqdi. Slayner qilib chiqdi. Uni endi qo'yib gitar o'g'itman, gitarcha bu kitamda o'rgansin, o'rganish kerak, lekin bu hozir besib qilib, bu hozir bunda qilma balık ey. Eg'ir keldi, men charchab turdim balık deyman. Canım balam, sana arzuyun nima? Özüm bir tapaqan da olsa. Meni arzuyum maldiki bala bilan o'ynash. Xo'p balam mana. Voy bu aka balangni bir raqiti mayliga chiqib o'ynab baqmabdi xelobda. Voy, fursat yo'q, mabal unda fursat yo'q. Mayli turolmaydi ma bala. Dushanbadan juma kunigacha maktabga yurdi, uy kirdi, maktabga bordi, sinf bilan o'ynaganligidilar. Shanba kuni opsikan yurdilar, bu yerga e'lon, bu yerga u kurs, bu yerga u naqsh aytaman, falan yerga bir fabo qo'yib, bu yerga aparatlar yurdi bichara bola. Shu kunim shu. Maylik o'z yolg'iz tutib gapiradi bola. Ezib qag'dak ma. Hech kimni tanimaydi. Bola bilan bunda bir ko'ngil xushi, bir mukshmak o'ynab oladiganida qo'ng'ish o'ynagan unda o'yin yo'qmi bola? O'ynamaydi bola unda ishni. Har kim tushunmaydi o bola. Amal yo'q bolaga. Balığa azak bir azarlık belki değil. Şembe özünü kaydırıp ama balığa. Babda şembe gözü mü kısın? Şembe gözü bir kımda. Belki kişi balığı oynayıp meldik balığı bilen. Tunuş göz balığı var mı? Koşulunun balığı var. Hiç kas tutulma yava yok kalma balığı tügün değil mi? Dadisi, siz mi men hata demsiz? Men bir anı buluşuptum bile özümden ikki kız yürek sözümü davalay. Bu balını men özüm 9 ay 9 gün qo'saq götürdüm. Men tug'dim to'g'ri. Mening bunda japa qo'yg'izg'im yo'q balini. Bir anı bo'lganda tushunsizlarmi bunday hissiyatni? Biz ayni vaqtda kichik vaqtlarimizda ota-onamiz biz shu sharoitni hozirlab beramabdiki, albatta u davr bilan hozirgi davr o'xshamaydi. Biz arzu-armonlarimizga yetamabdik ekanmiz. Biz bo'lsaqmi, mushu ota-onalar bo'g'ichi, mushu balamizni arzuyimizni yetsa, yaramli odam bo'lsa, bir vatan xalqqa yaramli bir odam bo'lsa degan arzu umid bilan qildik ekanmiz bunday ishlarni. Men saranka deb qolmanglar. Mening bunda azobligim yo'q balani. Shu yaxshi bo'lsinmiki, eng jiq shart-sharoitlarni yaratib bersa, mushu bolam bir yaxshi cho'nglamki deb mana shunday qildik ekanman. Xapaman acha. Qara. O sening o'ylig'ining to'g'ri. Har qanday bir ota-ona o'g'il cho'qimashda o'ylaydi. Lekin men balaning ko'nglini tushunib turib, balaning qalbini tushunib turib, balaningki ro'y dunyosini ko'zidan ko'rib turib, tushunib turib boshlasam balani. Anan keyin to'g'ri yo'lga mang'alaydi. Bo'lmasa hozir o'zingning qalbingdagi ideal bo'yicha udilib oyoqqa deb baliq qiziqsiz bersan, aytgan bizning keyin qasni yagmangdi. Kimsiz bir do'stlikni. Böyle baqa. To'g'ri. Bu bala sen o kurs qilva, ma kurs qilva desang, sana gaqlanmay bag'im yo'q demaydi ekan. Mushta tutsa aytgan o'zining ko'nglida boshqa bir ko'ngilsizlik bunda ishlab qolsa, sana damdar deyalamda bizga. Bunda acha aka men uyangizga bos aralashmasam bo'pti acha bunda gap qarang endi sizning balangizga yaxshi bo'lsin deganingiz endi bir onalarning majburiyati bizmi to'liq to'g'ri tushunamiz biz dadlarning nurg'un majburiyatlar bor lekin endi meni uyama 10 boshlang'ichdan ustichi aka mush maktabga berib kelgicha uyga berib kelib maktabga ketib qolgan bolalarni so'mkini ko'tarolmay chamadan bilan ketib qolgan ras ichim og'riydi-ku uning ustiga ma ukamni bak yaxshi ko'rmayman men xafla qolmanglar lekin Şu halde emdim hazır mekteplerinin besimin bek ig'irlab ketemezmedi. En mühimi balalarning salomatligi. To'g'ri. Shu. Xapaman bizma bir ortiq gap qilib qo'ydik. Hamda abay faylasop deganingiz hamda men hozir gapdan qaragan bizmi xil yomon emas gap qildik. Biz degan xili yetishgan faylasop kelgusini ko'ralaydi. Ma gitang ma so'rini faqat tushmida qaylanmayapti. Nima ishlayapsan sen nima ishlayapsan bu yerda? Qara bilan. Otamni cho'qira. Sen yaxshi bo'lsin deydi. Sizning aytgan cho'ng olgan chaqdimda bir o'zini yo'lini o'zi deb mang'idek nochi bola bo'larmikan deydi qara.
Apangdan xapanma, apang qattiq yomon gapirmaydi sana. Lekin ko'ngling qanday gap bo'lsa, apa, ma kursqimdan qatnashqim yo'q. Ma kurs qatnashqim bor. Ya degan kursga borg'im yo'q. Maktabda yaxshi o'qiyotsan-ku. Qolgan shanba kunsi ma biga armog'im bor, ya apa. Ya manqim bor, ya anqim bor de. Ko'nglikini. Apang balan palaniga ko'ramiz, gaqilolmay domsuyib oqsin unda mangma. Ko'ngling nim gap bo'lsa bizga qo'rqmaydi de. Ma'qulmi? Sen bizni og'iningda ko'rsang, biz vaqtgancha aslında ko'nglingni ham tushunalaymiz. U chaqda sen mi qo'shilsan, apang mi qo'shildi, biz mi qo'shilamiz. Ma'qulmi? Xo'p, aka, sizni bek yaxshi ko'ramiz qara. Apangni yaxshi ko'ramsan? Dadangni-chi? Ha, mana yaxshi ko'ribdi. Mishta aka. Arisorga telefon qo'y. Bugun men tayyorligini qilib, aksini yo tag'isini ep mangan. Bugun bormaymisak, ma bolam oldi, aksini birg'ishib turdi oyada. Bugundan senga chiqib o'ynab qo'ylay bolani. Atlikka arisor, telefon qilib qo'ysang, at ishlanlar elanni. Bo'ldi? Ha? Ma'qul afkamda aslim bor qildi. Ma'qul aka kelasiz. Ma'qul? Kelasizmi? Yangi do'konga. Ma'qul aka, ma'qul. Ha. Bay, rejissor yaxshimi, qanday ahvolingiz? Balamning bugun tuyuqsiz ich surib qilib, shundan mijozi qo'yib qoldi. Bir ahatligi bir saqaytib qishingiz aparay degandim. Vaqtni bir qayta o'rinlashtira olasizmi? Ha. Bo'ldi, sizga vaqti borayli. Ma'qul, avval qildim, baksat bo'ldi. Sizni saqlatib qo'ydim, rahmat, ha? Bo'ldi. Sizlarmi balangli bo'lganda, ana bo'lganda tushunasizlar. Hadi chechangizni yozib yetmamdi. Açam ilan çıkmaydı kalksaydı. Hayca. Tushunibdimda, letib ashinchilik bo'lsin. Artistlar kenim tasga nanim bos artist olib cholpon bo'libmi yemabdi ekanman. Kim bu? Ma? Nim bulab? Artist olib ya. Ma artist oldu ekan. Voydek sen de shundami qiziqishmamidi? Sen çok qaylama qachilamda taqaqni tutamda dadimga baqam sen ya. Pellak shay bo'lib ketib qolsang ajabman. Ben sen şu ağzını dümüşmende uyusamandın ha. Ağzı şumlam yığız bulaptam al. Sen Haydi. artistman diyeceksin yaxshi satrash bilasan. Ya küçük vaktimde mahallede Ya lekin ras ma'lum. şoktum ben küçük vaktimde. Mahallemiz bu qo'shnimizning qizni ko'rib, erkak ketadigan bor. Çayla kız balta ya. Hadi kanka. Bes. Aman. Dükandan hisobat kundugi tugallab ketib beribdi tayyor. Diqqat qilaylar. Juma ertaga dobi ulab ketsa ish chiqmasa yana. Ma'qul. Mana. Şkoluma beka oltama bir çıkıp koyarsın cuma. Shogirdlik. Gap nima qilmaymiz. Nechtanesin bu? Undaq qilaylar tilla qiz. Biz ichikram mallarni ratlavatgach, ba'zi malniki baholari to'rdan chiqib qoldi. Gach ashni ratlaydilar. Ma'qul. Ertaga namda malni bikaga setib, texma do'konni dobi qilib o'tmaydi bu yerda.